Nimagadir hozirgi kunda sizda ham traktoringizda rasxod, salarka rasxodlarimiz ko'payib qolgan, to'g'rimi? Bundan tashqari 10 ta traktor haydaydigan odamimizda 3 tasi, 4 tasida qozon muammo, ya'ni stupitsa muammolari kuzatilyapti, ko'p ketib qolyapti. Bu bizga murojaatdan buni bilamiz. Bundan tashqari yana bir muammolardan biri Arion 630 da o'sha orqa bartovoy qismi hozirgi kunda juda ham ko'p ketib qolyapti. Shu korpus yorilishi, ichidagi shestrinalar chaynab yuborishlar juda ham ko'p bunaqa holat uchrayapti. Bundan tashqari traktorlarimiz yurgan vaqtda qattiq nagruzkada yuribdi. Bu albatta yer qattiqligiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari yana shuncha qiyinchiliklarda, shuncha rasxodlarni olib keladigan bir bizni ko'zimizga anglamaydigan sabablarimiz bor. Hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Keling. Ko'pchiligimiz lemkin puliga borlar uchun bu ayniqsa lemix, nasok mana bu narsalarimizni e'tiborga olmasdik. Men shaxsan o'zim ham e'tiborga olmaganman. Ya'ni bo'laveradi, olib qo'yaver, arzonrog'ini qo'yib turaylik, yurib tursin, faqat yer haydaydi-ku deganman-u, lekin bu sabablarini o'ylamagan ekanmanki, buni o'sha joylashuvi, buni o'sha original o'zinikidan qo'ymasangiz, mana bu turgan original o'zinikini qo'ymasangiz, korpusga joylashuvi to'g'ri joylashmaydi birinchidan. Ikkinchidan kesish holati kamayadi-da, traktorimizga nagruzka olib kelaveradi. Yaxshi qirq olmagandan keyin mana bu tomonlari mana. Bunda originalida aslida mana qarang, glavniy chiroyli qilib kesilgan, ya'ni o'sha kesishga juda moslashgan. Biz bir ikki marta ko'chadan oldik, albatta aytarib qalin, o'sha ancha nagruzka bilan haydalgandan keyin shu traktorimiz uchun o'sha aytilib o'tib ketganday rasxodi, salarka rasxodi ko'payadi, traktor yurganda o'sha vibratsiya bilan berayotgan holatlar bo'ladi. Bundan keyin eng ko'p, yana traktorchilar buni yaxshi biladi, shpilka sinib ketish holati ham juda ko'p uchraydi. Yaxshi kesolmaganligi sabab shpilkamiz sinib ketaveradi. Buni har bittasi originali falon pul turadi buni. Har safar tushib, traktordan tushib, yana qayta qo'yib chiqishda o'zi ham katta mashaqqat tug'diradi. O'sha uchun hurmatli o'sha bizning obunachilarimiz, traktor haydovchilar e'tiborli bo'ling. Ayniqsa mana shu lemix nasoklarimizga e'tiborli bo'lsak, original sifatlisini qo'ying. Nafaqat ko'p ishlaydi. O'sha hozir olayotganimiz 300 gektarga yetsa yoki 200 gektarga yetsa 2 barobar ko'p ishlaydi. O'sha o'zini pulini oqlaydi bemalol. Bizning videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yasiz albatta. Bundan tashqari o'zingiz fikrlaringiz bo'lsa, to'ldirish uchun kommentariyalarga yozib o'tib ketsangiz, bizni kuzatishda davom eting. Biz sizga yanada foydali maslahatlardan berib turishda davom etaveramiz. Agroishonch albatta sizning eng ishonchli tanlovlaringizdan biri.